Mamlakatimizda mahallalar infratuzilmasini yaxshilash, aholi uchun munosib yashash sharoitlarini yaratish hamda fuqarolar murojaatlarini o'z vaqtida hal etishga ustuvor ahamiyat qaratilmoqda. Respublika ishchi guruhi tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar jarayonida aniqlangan muammolarni o'z vaqtida bartaraf etish maqsadida tegishli dasturlar shakllantirildi va ijrosi ta'minlanmoqda. Davlatimiz rahbarining tegishli qarori ijrosi doirasida Toshkent viloyatining Qibray tumanida ham og'ir toifaga kiritilgan mahallalarda iste'molchilarni elektr energiyasi bilan ta'minlash sifatini yaxshilash chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Xususan, tumanning Bo'ston mahallasida ikkita transformator punkti yuqori quvvatlarga almashtirildi. 100 dan ziyod eski simyog'ochlar temir beton ustunlarga almashtirilib, qariyb 6,5 kilometr sip kabel tortildi. Bundan tashqari, Yonariq mahallasida ham 115 dona ustun o'rnatildi. Mavjud transformator punkti ta'mirlanib, qariyb 5 kilometr havo tarmog'i yangilandi. Bunday xayrli ishlar tumanning Ziyokor va Madaniyat kabi mahallalarda ham davom etmoqda. Natijada elektr ta'minotidagi uzilishlar va tarmoqlardagi yo'qotishlar bartaraf etilyapti. Qibray tumanida 5 ta transformator qo'shimcha o'rnatildi, turli quvvatdagi. 11 kilometr havolik tarmoqlari rekonstruksiya modernizatsiya qilindi. 300 dan oshiq yog'och tayanchli temir beton tayanchlarga almashtirildi. Uzumzor mahallasida 25-sonli transformatordan chiquvchi havo elektr tarmog'ida 20 dan ortiq tayanchli beton tayanchga o'tkazildi. Transformator to'liq ta'mirdan chiqarildi. 400 metr sip kabellar o'rnatildi. Mahallaning elektr ta'minoti yaxshilandi. Umuman olganda, joriy yilning birinchi choragida belgilangan dasturiy vazifalar ijrosi doirasida viloyatda qizil toifaga kiritilgan mahallalardagi 38 ta transformator punkti mukammal va joriy ta'mirdan chiqarildi. 2026-yil yanvar-avgust dasturimizga kiritilgan rejaga asosan 2632 kilometr uzunlikdagi 04610 kV yuklanishli elektr uzatish tarmoqlarida 785 ta transformator punktlarida mukammal ta'mirlash ishlarini amalga oshirmoqchimiz. 6930 kilometr uzunlikdagi 04610-35 kuchlanishli elektr uzatish tarmoqlarida 2232 ta transformator punktlarida joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirilib kelinmoqda. Bu ishlar uchun tizimning mavjud texnika vositalari va ishchi kuchi safarbar etilgan bo'lib, bajarilayotgan ishlar sifati jamoatchilik kengashlari hamda nazorat idoralari tomonidan doimiy ravishda kuzatib borilmoqda.